Men sizga aytuvdim, ozgina poylab tursangiz mana bunaqa qora 2021-yil kraskalari top-toza navorotlar bilan men sizga tinuvchi intro top beraman dedim. Okay, e'longa joylashtiramiz. Videoga hozirdan bitta like bosib qo'yavering, okay? Mashinamizga nimalar ishlar qilingan? Amerikanka fari, tepa pastli. Mashinamizning kuzovlarida hech qanaqa qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Avstonni bilasiz balonni, okay? Rosa yumshoq balon. Ana o'shani yenglardan taqib qo'yganlar, archa balon. Siz sezonning qish, yoz, bahorlardan bemalol maza qilib yursangiz bo'ladi. 9,5 oy tonirovka ruxsatnomalar shumkalar qildirib qo'yilgan. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Pioneer Mafon, Evocore Poly, Kansasdan yaxshi chexol, Malibu bar, salon освещение, video registrator, Magic Pult hamma narsalarini qildirib qo'yganlar. Mashinamiz umuman gazda yurmagan. Faqat benzinda harakatlangan, kraskalari bo'lsa absolutno top toza, okay? Bagaj qismlarini ham ko'rishingiz mumkin, okay? Qarang. Bagajlarigacha shumkalar qildirib qo'yganlar. Mashina tinov sosteniyada turibdi, okay? Даже bagajlari ham polni shumka qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, mashinada hech qanaqa kamchilik topolmaysiz. Kelib maza qilib haydab olib chiqib ketasiz bo'ldi. Okay, baraka topadigan mashinangiz mana bor, okay? Mashinamizning probegi 109 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskalar top-toza 2021-yil. Narxi $12,500 ga egalarni ko'ndirib qo'ydim. Bemalol telefon qilib mashinani barakasini olib ketsangiz bo'ladi. Telegram kanalida bundan ham arzon, bundan ham zo'r narxlarda mashinalarni joylaymiz. Kirib, ko'rib, yoqqanini baraka qilib ketsangiz bo'ladi.